Lada bozoridamiz akalar. 2023-yil Lada O'zbekiston bozorini ofitsial tark etgan edi. Bir oycha bo'lib qoldi, eshitdim. Do'stlar, Lada O'zbekiston bozoriga yana rasmiy ravishda qaytdi. Akalar, nima deb o'ylaysizlar? Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida Lada raqobat qila oladimi? Meni nazarimda Rossiyada o'zini davlatida raqobat qilishi qiyin bo'lib turibdi. Kim bilan? Albatta hozirgi kundagi eng katta lider Xitoy bilan. Nima deb o'ylaysizlar? Bizda raqobat qila oladimi? Ha, qila olishi mumkin agar xalqqa, iste'molchiga juda ham yaxshi takliflarni bildirsa. Bularga nima kiradi? Foizsiz rassrochka va shunga o'xshagan moliyaviy tizimlar va qulay servis, albatta respublikamizning har bitta hududida va shunga o'xshash har xil yengilliklar bilan taklif bildira olsa, men o'ylaymanki raqobat qila oladi. Bizga kirgani yaxshi, albatta har xil turdagi brendlar bizda bo'lgani yaxshi. O'zi hamma yoq mana bunaqa Chevrolet bo'lib ketganidan xalqimiz bezillagan. Oxirgi yillarda BYD ko'payib qoldi. Ya'ni har xil brend bizda bo'lgani yaxshi, tanlov ko'p bo'lgani yaxshi. Monopoliyani yo'qolishiga albatta ilk qadam bo'ladi, bu xudo xolasa. Mana yana bitta sizlarga tema qilib beray. Nomer alohida tema, tonirovka alohida tema va mashina alohida tema do'stlar.